Viloyat rahbari Aziz Boboyev Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi hamda viloyat transport boshqarmalari vakillari ishtirokida yo'llarda tirbandlikni kamaytirish masalalari yuzasidan muhokama o'tkazdi. Mutaxassislar aholi gavjum bo'lgan hududlar tahlili natijalarini taqdim etib, shahar ko'chalarida tirbandlikni kamaytirish bo'yicha rejalarni taklif qilishdi. Avtobus bekatlari qurilishi, shaharga kiraverishda aylanma yo'llar yaratish, ijtimoiy obyektlar yaqinidagi bo'sh maydonlarda ko'p qavatli avtoturargohlar qurish shular jumlasidandir. Shuningdek, asosiy transport yo'llarida Pastdarg'om tumanida M37 va D065 yo'llari chorrahasida, Toyloq aylanma yo'lida M39 va A377 hamda Motirit halqa yo'llarida avtobosh bekatlar qurishga alohida e'tibor qaratildi. Samarqand shahrini aylanib o'tadigan aylanma yo'l tashkil etish, Toshkentdan kirib keladigan asosiy potokni endi jadallikda Samarqand shahriga kirmasdan aylantirib o'tish yo'llarini qurish bo'yicha takliflarni berdik hamda maktablar oldida o'quvchilarni piyodalar o'tish joyidan harakatlanish vaqtida o'zimiz ham bilamiz, piyodalar o'tish joyidan harakatlanayotganda piyodalarga yo'l bermasdan harakatlanadigan transport vositalarini o'sha qoidabuzarlikni aniqlovchi foto va video qayd etish qurilmalarini o'rnatish bo'yicha o'z takliflarimizni berdik. Zamonaviy texnologiyalar dasturning muhim qismiga aylanadi. Intellektual transport tizimlarini joriy etish ham rejalashtirilmoqda. Tajriba tariqasida shaharning 3 ta gavjum ko'chasida avtobuslar uchun ajratilgan yo'lak bilan birga bir tomonlama harakatni yo'lga qo'yish taklifi o'rtaga tashlandi. Buni eksperiment tarizasida Samarqand shahrining Orzu Mahmudov, Mahmud Qashqariy hamda Abdurahmon Jomiy ko'chalarini bir tomonlama tashkil etish eksperiment tarzida endi sinov tariqasida qo'llab ko'rmoqchimiz. Agar sinov tariqasida o'zini ijobiy natijasini beradigan bo'lsa, o'sha yon ko'chalardagi tirbandliklarni hamda ularni yechilmaga unda avtobuslar uchun harakatlanadigan alohida tasmalar tashkil etiladi. Keyingi etaplarimiz Shohruh Mirzo ko'chasi, Husayn Bayqolov ko'chalarini ham qo'shish niyatimiz bor. Viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi Aziz Boboyev joriy yilning 1-oktyabriga qadar barcha chora-tadbirlarni ko'rish zarurligini ta'kidladi. Shu bilan birga ishtirokchilar avtomobillarini belgilanmagan joylarda to'xtatishga yo'l qo'ymaslik, shuningdek Spitamen, Mirzo Ulug'bek, Beruniy, Dahbet, Ro'daki va Ibn Sino, Dahbet ko'chalari chorrahalarida yer usti va yer osti o'tish joylarini qurishga alohida e'tibor qaratildi. Viloyat rahbari jamoat transportiga ustuvor ahamiyat berish kerakligini aytdi. Ushbu turdagi transportlarga qulay sharoitlar yaratilsagina odamlar avtobusdan ko'proq foydalana boshlaydi. Bu esa viloyat iqtisodiyoti, ekologiyasi va hayot sifatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi, dedi Aziz Boboyev. Muhokama yakunida yo'l harakati xavfsizligi hamda transport boshqarmalarining tegishli bo'limlari vakillaridan iborat ishchi guruh tuzishga qaror qilindi. Guruhning asosiy vazifasi harakatlarni muvofiqlashtirish va paydo bo'lgan muammolarga tezkorlik bilan barham berishdan iborat bo'ladi.